Eshitilmayapti. Ha. Hurmatli shifokorlar, bitta iltimos bo'lardi. Orqada o'tirganlar pastga oldiga tushib olinglar. Keyin orqaga talabalar ham kirishadi. Iltimos, men birinchi, ikkinchi riyadga tushib olinglar hammanglar. Gapirmang. Постаралась. Shifokorlar, oilaviy shifokorlar, endokrinologlar birinchi, ikkinchi riyadga tushib olinglar. Ha? Antibiotik. Ha, hozir hamma to'ldirishadi. Antibiotikni начала shaxlab.
mumkin xotin. Yana ko'proq sayr qiling, piyoda yuring deydi. Tizzalarim og'risa, hansirab qolsam. Shifokorlar aytishi bo'yicha, agar uni aytganlarini qilmasam, shifoxonaga yotqizarmish. Bilasan-ku xotin, kasalxonani hech jinim suymaydi. Shuning uchun uni aytganlarini qilishga qat'iy qaror qildim. Sog'lom inson tabiatning eng bebaho asaridir. Unutmang, salomatligimiz o'z qo'limizda. Bugunoq o'z hayot tarzimizni o'zgartirishga harakat qilsak, albatta samarasini ko'ramiz. Parhez, faol jismoniy harakatlar, rejali kun tartibi aslida bu uddalash mumkin bo'lgan mezonlar. Inson uzoq umr ko'rishi mumkin va bu bizning hayot tarzimizga bog'liq. Nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringiz haqida ham o'ylab ko'ring. Sog'lom hayot tarzini tanlashimiz uzoq umr ko'rishimizning garovidir. Nega xomishsiz? Poliklinikaga bordingizmi? Ha, bordim. Endokrinologmi? Ha, o'shanga uchrashdim. Ha. Kasalxonaga yoting dedi. Analizlar natijasi yaxshi emas. Qanaqadir gemoglobin yo'qmadi dedimi? Kamiga yana qand miqdori 10 dan pastiga tushmayotgan ekan. Shuncha dori qabul qilaman. Biron bir natijasi yo'q. Keyin yurakda ham muammo bor. Shu yurak xurujini ham bartaraf qilish kerak deyishdi. Qansirashimga shu sabab ekan. Ha, demak xuddi dadangizda bo'lgani kabi ekanda. Bugun bu somsalarni yeolmasam kerak. Ozgincha salat yeyman. Balki bir donasini yerman. Qo'ling juda mazali de onasi. Somsani boplaysan de. Shifokorlar aytishi bo'yicha shu yana bir 5-6 kilo vazn tashlasam, yurakka ham yengil bo'lar ekan. Keyin qand miqdorim ham pasayar ekan. Ayoling shunday taom tayyorlagandan keyin qanday qilib ozish mumkin xotin? Yana ko'proq sayr qiling, piyoda yuring deydi. Tizzalarim og'risa, hansirab qolsam, qanaqa qilib yuraman? Shifokorlar aytishi bo'yicha, agar uni aytganlarini qilmasam, shifoxonaga yotqizarmish. Bilasan-ku xotin, kasalxonani hech jinim suymaydi. Shuning uchun uni aytganlarini qilishga qat'iy qaror qildim. Sog'lom inson tabiatning eng bebaho asaridir. Unutmang, salomatligimiz o'z qo'limizda. Bugunoq o'z hayot tarzimizni o'zgartirishga harakat qilsak, albatta samarasini ko'ramiz. Parhez, faol jismoniy harakatlar, rejali kun tartibi aslida bu uddalash mumkin bo'lgan mezonlar. Inson uzoq umr ko'rishi mumkin va bu bizning hayot tarzimizga bog'liq. Nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringiz haqida ham o'ylab ko'ring. Sog'lom hayot tarzini tanlashimiz uzoq umr ko'rishimizning garovidir. Nega xomishsiz? Poliklinikaga bordingizmi? Ha, bordim. Endokrinologmi? Ha, o'shanga uchrashdim. Ha. Kasalxonaga yoting dedi. Analizlar natijasi yaxshi emas. Qanaqadir gemoglobin yo'qmadi dedimi? Kamiga yana qand miqdori
Раз. А вот только что дали. Ассалаумағалейкум, тезле жайғастырып алыңдар, тұра бермең, тез. Он студент пошел звать. Раз. Тез. Раз. Слышно, да? А мы же утро. Все, хватит. Так, бас квадро, я? Ну, что-то здесь микрофон надо. Ассалаумағалейкум. Құрметлі конференция шырақшылары, әмеңізді осы медицина институтының залында көргені қуаныштымын. Бүгінгі конференциямыз эндокринология институтымен шөлкемлестірілген. Құрметлі ұстазымыз Анвар Валиевичтің басшылығында бір топар ілімпазлар келді. Значит, конференция 12 февраль 25 жыл. Мультидисциплинарный подход в профилактике, диагностике и лечении
bo'yicha ilmiy amaliy konferensiyamiz o'tadi. Mana shu qatnashuv bu yerda qatnashib atgan birlamchi buunning RMO'ning zamlari hamda hurmatli talabalarimiz bor. Bir bugun tanishtirib o'tsam, bugungi ishtirokchilarмен endi hammangiz tanисizlar. Hurmatli ustozimiz Anvar Valiyevich Alimovni. Sevar apamiz bor, Faxriddinova. Keyingi ishtirokchimiz, значит, где-то с фамилиями был, вот все. Алиева Анна Валерьевна. Шахло Тажирхановна Муратова. И Тельмана, у вас доклад есть, да, тоже? Ну, великолепный хирург. Вот, Тельман ағамыз бар. И, значит, доклад у кого еще есть? Все, да? Алиева Насиба Усмановна, извиняюсь. Енді конференцияда докладлар болады, тыңлайсызлар. Енді бұл заманауи yandaшу болады бұл жерде, себебі Hazır bilip atsılar, hameniz bilesizler, қамсыздандыру системаға өтті медицинамыз. Сол жерде қалай өзімізді алып бару керекпіз, қалай кеселерімізге шар-шариат қылып беру керекпіз, қалай қолайлылықтар қылып береміз. Сол бойынша докладларым болады. Сауал-жауап болса, вопросы сразу после доклада или же в конце? Онда докладлардан кейін сауал-жауап қылсаңыздан болады. Себебі қызық докладлар көп, материалдарын көрдік. Тартынбастан сауал бере берсілер, құрметлі ұстазларымыз жауап қылады. Енді hammengizdin хабарыңыз бар, құрметлі президентіміз басшылығында медицина тарауы жүдә өте бар күшлі. Ақырғы жыллары неше қарарлар, неше фарманлар шығып жатыр. Барлығы со медицина қызметін халыққа жақынлап тұру, халыққа жақсылау сыпатын жақсылау бойынша қанша қарарлар шығып жатыр, қанша илаждар қылынып жатыр. Соның ішінде hammengizdin хабарыңыз бар, эндокринология кеселіктерінің қызметінің жақсылау бойынша қарарымыз бар. Ол бойынша жұмыс істеп басталды. Скринингтерді өткізіп жатырмыз, кеселерді көріп жатырмыз. Санлар өсіп жатырды. Илаж жоқ, бірақ оны жасап тұрған жоқ. Қазір сол эндокринология кеселіктерді, әсіресе сол қантлы диабет кеселіктерді ерте анықтау бойынша көп илаждар қылынды. Елем олар жетерлі дәрежеде емес деген пікірдеміз, себебі кеселік өскен сайын бұның осложненный формалары елем бар. Сол бойынша осы құрметлі ұстазымыз Анвар Валиевич республикамызға келді, кейін вилаят осы семинарларды өтіреді. Себебі бірленші буынды бұл кеселікке көз қарасын өзгертпесек, біздерде алдымызда бұл кеселді жеңе алмаймыз деген пікірдеміз. Соның үшін бірінші сөзді Анвар Валиевич сізге береміз. Көп рахмет. Ассаламу алейкум, урматли хамкасабалар. Доброе утро, дорогие друзья. Разрешите поблагодарить исполняющего обязанности ректора Алимбаеке за предоставление возможности сегодня участвовать здесь и организовать семинар наш в стенах очень, так будем говорить, сегодня уже известного вуза. Желаем им успеха. Рахмат сізлерге. Салам алейкум. Avvalambor mana vazirimizga ham rahmat. Aytishimiz kerakki, mana hayot shiddat bilan o'tyapti. Sog'liqni saqlashda ham reformalar juda ham ko'p. Mana birinchi oldingi sentyabr oyidan Toshkent shahrida, hozir mana 1-yanvardan Qoraqalpog'iston Respublikasida davlat tibbiy sug'urta jarayoniga o'tyapmiz. Bu
sug'urta o'zi nima degan savol tug'iladi. Sug'urta, tibbiy sug'urta ikkita yo'li bor. Bu davlat tibbiy sug'urta va ikkinchisi bu majburiy tibbiy sug'urta jarayonlari. Endi qaysi davlatlar misolida biza aytishimiz mumkin. Mana davlat tibbiy sug'urta ko'rsak, Buyuk Britaniya, Kanada, Ukraina davlatlarida bu davlat tibbiy sug'urta jarayoni qo'llanilgan. Bu davlat tibbiy sug'urtani ustuvor vazifalari nimada degan savol tug'iladi. Bu davlat budjeti hisobidan kafolatlangan tibbiy xizmatni tashkil etiladi. Ya'ni faqatgina budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Ikkinchisi, barcha aholini qamrab oladi. Bosh to'lagan, to'lamagan, ishlaydigan, ishlamaydigan barcha aholini. Eng asosiy ustuvor vazifa bu profilaktika va skrining va patronaj jarayonini o'z ichiga oladi. Yo'llanma asosida tibbiy xizmat ko'rsatish aholi murojaatlarini tartibga soladi va oilaviy shifokor o'ziga biriktirilgan aholiga mas'ulligi belgiladi. Ya'ni davlat tibbiy sug'urtaning asosiy vazifalari mana shu turadi. Endi yana bitta shart-sharoitlari davlat tibbiy sug'urta to'laqonli ishlashi bo'yicha mana bu yerda biz ko'ryapmiz. Buyuk Britaniya boshqa davlatlarda o'rtacha yalpi ichki mahsulotdan tibbiyotga ajratilayotgan mablag' 6% dan yuqori bo'lishini talab etadi, moliyalashtirish mexanizmlarini to'liq qoplash uchun. Ikkinchisi bu majburiy tibbiy sug'urta. Majburiy tibbiy sug'urta bu mana ko'ryapsizlar, Germaniya misolida, Rossiya, Qozog'iston misolida bu davlat budjeti va aholi tomonidan qoplanadigan tibbiy sug'urta hisoblanadi. Ya'ni davlat budjeti bir tomondan plus bunga har bir ishlovchi, ish beruvchi tomonidan moliyalashtiriladigan tibbiy sug'urta. Badal to'lagan shaxslarga kengaytirilgan paketdagi tibbiy xizmatlar paketi taklif etiladi. Ya'ni budjet uchun muayyan ajratilgan mablag' doirasida kafolatlangan paket bo'lsa, badal to'lagan insonga qo'shimcha shunga ravishda tibbiy yordam ko'rsatiladigan paket qo'yiladi. Ya'ni davlat tibbiy sug'urtadan farqi buni asosiysi bu to'lov mexanizmlari bois davolash tadbirlari kengayadi. Agar biza davlat tibbiy sug'urtasida asosan profilaktika, patronaj va degan bo'lsa, bu yerda paket kengaygan safar demak badal to'lovchiga qo'shimcha yuqori texnologik muolajalar o'z ishini oladi. Aholini imtiyozli qatlami uchun badal davlat tomonidan qoplanadi bu yerda. Imtiyozli qatlam uchun. Va oilaviy shifokor sug'urta badal to'lagan aholiga qo'shimcha xizmatlar ko'rsatishi belgilanadi. Demak, keyingisi bu nima uchun sug'urtaga o'tilyapti? Ko'p savol tug'iladi. Bu bugungi kunda aholini oilaviy shifokorlarga muayyan ishonmasligi, oilaviy shifokor ish uslubini o'zgartmaganligi, hamon patronaj hamshiralar bilan qabulni tashkil etilayotgani bo'lsa, bu sug'urta jarayoni bizdan oilaviy shifokorni nufuzini oshirishga, uni vakolatlarini kengaytirishga va komanda ishlash ko'nikmalarini o'rgatishga yo'naltirilgan. Ya'ni biz bilamiz, oila shifokori, amaliyotchi hamshira, ikkita patronaj hamshira va yarim stavkada doya bilan bu oilaviy shifokor brigadasini faoliyatini muvofiqlashtiradi. Tibbiy hozirgi ahvol oladigan tibbiy xizmatlarning sifati va samaradorligi past, aksariyat hollarda bir-birini takrorlovchi holatlarni kuzatamiz. Demak, tibbiy sug'urta bu shifokor oldi ko'rik xonalarini tashkil etish orqali qadamma-qadam har bitta xizmatni, shifokor xizmati, amaliyotchi hamshira xizmati, patronaj va doya xizmatlarini bo'lib bu brigadada ish samaradorligini oshiradi. Oilaviy shifokor faoliyati bir martalik tashriflardan iborat, keyin tizimli ish yo'lga qo'yilmaganligi munosabati bilan oilaviy poliklinikalarda bugungi kunda amalga oshiriladigan ishlar bu tibbiy brigadalar tomonidan aholiga kafolatlangan demak paket doirasida sifatli xizmat ko'rsatishni talab etadi. Oldin hamma narsa qaraladigan bo'lsa, hozir tibbiy paket doirasida majburiy
sifatli ambulator sharoitda bo'ladimi, statsionar sharoitda bo'ladimi, uy sharoitda bo'ladimi, kafolatlangan paketni o'z ichiga qolgan holatni to'liq ta'minlashni talab etadi. Aholining o'z salomatligi, javobgarligi bugungi kunda juda ham past. Sug'urta jarayoni aholi orasida xavf omillarini klinik protokollar asosida amalga oshirish va shu bilan birgalikda o'z salomatligiga, demak, mas'ulligini talab etadigan me'yorlarni o'z ichiga oladi. Resurslardan samarali foydalanish hozirgi kunda qaytalovchi bor yo'llanma tizimi joriy etilib, oilaviy shifokor yo'llanmasi asosida tor mutaxassisga, shu bilan birgalikda, demak, statsionar xizmatiga yotish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa boy marshrutizatsiya patsiyenti deydi, shuni joyiga qo'yadi. Demak, davlat tibbiy sug'urtaga o'tish mana Toshkent shahar biza 1-iyuldan emas, o'zi Toshkent shahar 2 yil davomida, Murod aka, 2 yil davomida biz tayyorgarlik ko'rdik. Demak, sug'urtaga, davlat tibbiy sug'urtasiga moliyalashtirish 2 yil oldin boshlandi. Kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlash 2,5 yil oldin boshlandi. Ammo shu davrga qaramasdan o'ta qiyinchiliklarni kuzatdik. Sababi, demak, eng katta betda bizda muammoli masala. Bu shifokor va hamshiralar tomonidan muayyan haligi qarshiliklar ko'rdik. Chunki oldingi ishiga o'rgangan, boshqa qilingan. Bu mana davlat tibbiy sug'urta o'tgandan keyin yangi tizim joriy etish bilan bemorlarni ro'yxatga olish. Mana bitta narsani aytishimiz kerak. Sug'urta jarayonida oilaviy shifokor brigadasi o'zini aholisini to'liq ro'yxatga olish kerak. PNFL va metrika deymiz-ku, o'shani raqami bilan ro'yxatga olishi shart. Chunki moliyalashtirish sug'urta tomonidan ro'yxatga olingan kontingentga qarab turib beriladi. Masalan, 2000 ta olish kerak. Unda 1,5 mingta aholi agar ro'yxatga olingan bo'lsa, moliyalashtirish 2000 taga emas, 1,5 mingtaga beriladi. Bu degani brigadani faoliyatida, demak, boyagi to'laqonli moliyalashtirish mexanizmlarini qila olmaydi. Ikkinchisi, tibbiy karta yuritish, ularni shifokorga yo'naltirish, shifokor qabuliga yozilish, demak, elektron registratura, elektron poliklinika va elektron zdravоохранение, tibbiyot albatta bo'lishi kerak. Sababi, boyagi poliklinikaga kelgandan keyin registraturani o'zida boyagi 7 raqamli PNFL kiritgandan keyin uni to'g'ridan-to'g'ri kartasi ochiladi. Undan keyin u boyagi amaliyotchi hamshiraga chiqadi. Amaliyotchi hamshira birlamchi skrining va boshqa tekshiruvlar PET protokollarni o'rgangandan keyin bemorni yo laboratoriyaga yo EKGga boshqa yuborgandan keyin boyagi kompyuterida hammasini kiritib marshutizatsiya orqali oilaviy shifokorga yuboradi yoki uyiga qaytarib yuborishi mumkin. Demak, har bir tibbiyot muassasasiga moliyaviy erkinlik beriladi. Mana bitta sahifada bir satrda moliyalashtirib o'tildi. Oldin ular deyiladi 4 tadan iborat: oylik, ajratma, prochi va 4-kommunal boshqalar. Hozir endi rahbar mushu biz aytyapmiz, biznes plan tayyorlash kerak. Rayzdraf bo'ladimi? Haligi masalan respublika shifoxonasi bo'ladimi? Sug'urtani oldida 1 yil oldin keyingi mana 25-yilga biznes plan tuzadi. Biznes plan bo'yicha moliyalashtirish keyin ochiladi. Biznes plan tuzganda u butun pulini bitta satrda oladi-da, keyin o'zi oylikka, ajratmaga yoki kommunalniga по приоритетам он должен определять сам, как это будет использованы эти деньги. Surunkali kasalliklarni ambulatorda davolash uchun dori vositalari elektron retsept, ya'ni reimbursatsiya tizimi joriy etiladi. Oldin 11 ta edi, hozir mana 23 taga chiqdi. Demak, boyagi har bitta tashkilot, birlamchi zveno shartnoma tuzadi sug'urta orqali aptekalar bilan va elektron retsept asosida bemor boradi, shu
Shuning uchun 15% moliyalashtirishni fond o'ziga oladida, dori vositalari boshqalarni hammasini ta'minlab berish mexanizmi joriy etiladi. Demak, doim savol tug'iladi. Sug'urtalangan shaxs mana hozir nimaga ega bo'ladi? Shifoxona qanaqa vakolatlari va xizmat turlari paydo bo'lishi kerak. Demak, sug'urtalangan shaxs misolida oladigan bo'lsak, mana birinchi, demak, davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar va dori vositalarini paketini oladi. Mana tepada ko'rayotgan bo'lsa, sizlarda mana hozir anaqasida. Keyingisi bu tibbiy brigada aholini biriktirilgan va xavf guruhlariga ajratib oladi. Mana biz ham 4 ta guruhga xabaringlar bor. Oxirgi 3 yildan beri xatlov natijasi bo'yicha ajratib oldik. Birinchi sog'lom, ikkinchisi boyagi salomatligiga nazorat qilish kerak, uchinchisi xavf dispanser nazorati va to'rtinchisi u sharoitda qolgan eng asosiysi demak bizning ishlaydigan 2-chi, 3-chi, 4-chi guruh ajratib oladi va o'zini haligi qiladigan ishlarini samarali 1 yilga tuzib oladi. Qaysi qismini patronajga chaqiraman, qaysi qismini skriningga chaqiraman, qaysi qismini dispanserizatsiyaga chaqiraman. O'zi umuman birlamchi zveno, buradagi eng og'ir narsa, mana to'g'risini aytamiz, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarining ishi eng og'ir. Uni hammamiz bilamiz. Birinchi, mana biror akamga ham aytdim. Когда мы хотели в городе в виде книжки сделать приоритетные задачи birlamchi zvenoni eng asosiy ustuvor vazifalari 3 ta tom paydo bo'ldi. Shuni hammasini bajarish kerak. O'zingizlar esingizda bo'lsa 80-buyruq bo'lardi. Там было да bitta joyi показания к прерыванию беременности определяет врач общей практики degan joyi ham bor edi. Faqat bu emas, unda 12 ta kasallik guruhi bo'yicha hamma masalalar qo'yilgan. Agar sal qilamiz, birlamchi zvenoni birinchi vazifasi bu profilaktik tibbiy ko'ruvlar. Hisoblab chiqsanglar 18 turdagi profilaktik tibbiy ko'ruvlar bor. O'rtacha 2000 ta aholini oladigan bo'lsangiz, bir kunda 12 ta, 13 ta inson shu 2000 tadan chaqirish kerak shu profilaktik tibbiy ko'ruvga. Masalan, bir oygacha bo'lgan bolalarni bir oyda 3 martadan patronajni boshqalarga inobatga. Ikkinchi katta masalasi skrining. Oldin yo'q edi, agar olsanglar bir 3-4 yil oldin skrin tekshiruvlari yo'q edi. Hozir 7 turdagi skrin tekshiruvlari o'tish kerak. Demak, buni kontingentiga qarab turib 18 yoshgacha bo'lgan bolalar bor, 40 yoshdan oshiq endokrin, kardiologik, 35-55 itadi. Uchinchisi ekstra holatlarni operativ boshqarish, ya'ni o'zi istimalar, boshqa qilib kelish mexanizmlari. To'rtinchisi bu dispanser nazoratidagi bemorlarni, bu 27% aholi yiliga bir marta dispanserda nazoratdan o'tkazish, dispanserizatsiyadan o'tkazish. Agar 4 talasini oladigan bo'lsak, hozir 2000 ta aholiga biriktirilgan bir kundagi nagruzkasi o'rtacha 30 taga boryapti. 30 пациентов в день приходится для выполнения вот этих всех 4 задач. A me'yor jihatdan 6 soatda bu 22 ta 24 ta qabulga olishi mumkin. Demak, operativ bu yerda ishlash jarayonini yaxshilash kerak. Demak, tibbiy brigada shifokor oldi ko'rigi xonasini tashkil etilishi, dovrachevni kabinet dovrachevni osmotra, это amaliyotchi hamshira o'tiradigan xona. 30% vaqtni tejaydi shifokori. Minimum 80% должны бригадаlar иметь доврачебный кабинет. Или же mix qilardi-ku, kabinetda keyin bo'lib, boya anaqasi, no 8gacha ishlashi inobatga olganda 20% peshindan keyin ishlagani uchun, demak, o'sha boyagi 80% доврачебный хватает для реализации этих программ. Eng og'ir, если взять симфония deydigan bo'lsak, дирижер birlamchi zveno brigadasida это amaliyotchi hamshira. Amaliyotchi hamshira составляет birinchi profilaktik ko'ruvlarning ro'yxatini vrach bilan.
скринингларning ro'yxatini, demak dispanserizatsiyaning ro'yxatini и управляет patronajni hamshira bilan, ikkitasi bilan, doya bilan и vrachga ish bilan ta'minlab berish kerak. Shuning uchun agar biz yaxshi ishlaymiz deydigan bo'lsak, очень важно обучить самое главное звено amaliyotchi hamshirani. Chunki endokrinologiyada ham, kardiologiyada ham, boshqada ham amaliyotchi hamshira является точкой, где проводится скрининг. Pen protokol bo'yicha xavf guruhi kiritilyapti. Screening bo'yicha haligi glikometrlar bilan bu qilyapti. Bolalarni вес-русовой koeffitsiyenti bo'lib, hamma narsa shu bilan bog'liq. Поэтому amaliyotchi hamshirani kabineti, оснащенияsi, kompyuteri bo'ladigan bo'lsa, это будет самый показатель, eng ishlarni oson qiladigan narsa shu bo'ladi. Demak, bu yerda ko'p narsalarni yozganmiz. Demak, kafolatlangan ko'ruvlar, skrininglar o'tkazadi. Mana bu yerda kafolatlangan paket doirasida yozilgan nechta laborator o'tkazish kerak OSHPda, qancha OPda, qancha ko'p tarmoqlida laborator tekshiruvdan o'tish kerak, qancha funksional. Yana bitta narsa, tibbiy sug'urtaga o'tish jarayoni требует от нас haligi полный full tibbiy asbob-uskuna laboratoriya xizmatini. Chunki kafolatlangan paketga sizni poliklininkangiz hamma narsani qila olmasa, bemor bu poliklinikadan ikkinchi poliklinikaga o'tish imkoniyati bor. То есть bu yerda больной выбирает сам, какую поликлинику и к какому врачу пойдет. Tushundingizmi? Raqobat paydo bo'ladi. Demak, sug'urtalangan shaxs ko'p narsaga ega bo'lyapti bu yerda. Ammo shu bilan birgalikda mana mana tibbiy muassasa, ambulant poliklinika muassasa hamda shifoxonalarni majburiyatlari rosa ortyapti. Mana ko'rib chiqadigan bo'lsak, tibbiy xizmatlar bemorga raqobat muhiti yaratiladi, xususiy sektorga imkoniyat berilyapti. Biz bilan baravar haligi sug'urtalangan shaxsni xizmat qilishiga. Hozir ko'ryapsizlar, sug'urtalangan shaxsni juda ko'p qismini shifoxonalar olib qo'yapti xususiylar. Birlamchi ham mana hozir sekin-sekin joyga tushib, har bitta bemorga ajratilayotgan mablag'lar jon boshiga ko'tarilgan sari xususiy sektor poliklinikani ham ola boshlaydi. Keyingi mana bu yerda aholi jon boshiga hamda har bir davolangan holat bo'yicha moliyalashtiriladi. Agar biz hozir oladigan bo'lsak, o'rtacha 800 mingdan 1 million 200 gacha bir yilga bitta shaxsga poliklinika jon boshiga moliyalashtirilyapti. Tushundingizmi? Bir yilga moliyalashtiriladigan anaqasi. Bu yildan yilga ortib boradi va bu davolangan bemor uchun mana hozir statsionarlarda qiyin bo'layotgani bular 086 forma bilan 066 edi. Forma bilan topshirib 15% boyagi pulni qaytadan sug'urta bilan to'g'ri davolanganda qaytarib olish kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda ko'ryapsizlar, moliyaviy va tashkiliy mustaqillik beriladi. Ya'ni oldin men stavkada shuncha edi, men bu mutaxassis o'tirardi emas, endi u o'zgartirish imkoniyati bor. Kardiolog нужен ему. У него есть вакансия за счет, скажем, другого специалиста, он имеет право изменить состав вот этого tushuntirdimi qanaqasini. Demak, mana bu yerda ko'p anaqalari bor, o'ylaymanki ko'rib olishni rahbarni boshqaruv mahorati oshishi kerak. Itadali. Endi mana shu jarayonda o'zingizlar bilasizlar, fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun bor edi, 48-moddasida juda bitta katta narsa yozilgandi. Davlat tomonidan barcha xizmatlar kafolatlanadi. Haligi yoshiga, jinsiga boshqa qaramagan holatda 18 yoshgacha endi o'zgarish bo'ldi. Bitta narsa o'zgardi. Kafolatlangan paket doirasida davlat kafolatlaydi, deyapti. Tushundingizmi? 48-moddasida. В рамках, значит, утвержденного пакета
гарантированного пакета медуслуг государство гарантирует. Выше нет. Undan tashqarisi garantiya bermaydi. U bemor o'zi tomonidan qoplanish belgilangan. Endi tibbiy sug'urta mexanizmidan joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi 311-sonli prezident qarori chiqdi. Shu bo'yicha biz hozir sizlar bilan hammamiz ishlayapmiz. Ana. Demak, juda katta ko'ryapsizlar, sal kattaroq, demak, kafolatlangan davlat budjet mablag'lari hisobidan qoplanadigan tibbiy yordam kafolatlangan hajmlari tasdiqlanadi. Mana hozir 41-sonli vazirlikning buyrug'i chiqqan, ammo u buyruq hozir qayta ko'rilyapti. Sababi u yerga juda ham ko'p narsalarni kafolatini olganmiz, ammo moliyaviy tomondan to'liq qoplanmayapti. Shuning uchun bu narsa hozir o'zgaradi. Baribir shu bilan ishlashimiz kerak. Kafolatlangan paketga kiritilgan tibbiy xizmatlardan bepul foydalanish uchun belgilangan muddatlarda tibbiy ko'rikdan o'tish, boshqa narsalar belgilangan. Birlamchi tibbiy sanitariya yordam ko'rsatuv tashkilotlari unga biriktirilgan shaxs o'rtasida bitim tuziladi. Dogovor formasi bor. Ikki tomonlama majburiyat belgilanadi. Shifokor rasmiylashtirgan elektron retsept asosida dori vositalarini oladi. Itadali, men o'ylaymanki, buni o'zingizlar yana ko'rib olasizlar. Yana 25-yil 1-apreldan boshlab, iyundan boshlab yana qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilyapti. Unga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Mana endi boyagi qarorda ko'ryapsizlar. 24-yilda 170 milliard pul ajratilishi belgilangan. Bu mana Qoraqalpog'iston bo'yicha ham mana ko'ryapsizlar. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har bitta tumanga kerakli asbob-uskunalar ro'yxat tashkillashtirilgan, shifoxonalarga, boshqalarga mana ko'ryapsizlar, belgilangan qarorda bor. Bu yerda boyagi shifoxonalarga qanaqa berilish kerak? Yana kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlash masalalari ham mana hozir bu yerda qo'yilgan, tablitsada belgilangan. O'ylaymanki, buni birgalikda naqlinadi. Endi davlat tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish doirasida yana 24-yil qadar bemorni barcha tibbiy ma'lumotlari asoslangan, ya'ni eng katta qiyin masala bo'ladi, demak, boyagi bemorni elektron ro'yxatga olish. Albatta keyin shu elektron ro'yxatga olingan asosida onlayn qabulga yozish va offlayn kelganda qabulga yozish mexanizmlarini joriy etish kerak bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham juda ko'p tasdiqlab berish kerak paket doirasida qanaqa ko'rsatiladi, boyagi statsionar bilan ambulator orasidagi uzviylik va boshqa holatlarni. Demak, mana bu yerda o'tish jarayonini ko'ryapsizlar. Mana Toshkent bilan Sirdaryo 24-yil o'tdi. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasi 1-yanvar